Sulton Süleyman qurdirgan me'mor Senan og'a qurib bergan masjid mana shu. Shuga kiradi, payg'ambarimiz ko'rsatadilar. Payg'ambarimiz tushiga kirganda Sulton Süleyman qayerda qurishigacha aytgan. Bu yerda kursi bo'ladi, bu yerda xutba bo'ladi deb me'morni chaqirib shunaqa qilib qurasan desa, men ham bor edim dedi me'mor. Muhtasham yuzildi. Shu joyni ko'ringlar, mana bu yerda dengiz bo'yida-da, mana dengiz ko'rinib turibdi. Ko'ryapsizlar mana? Mana dengiz. Dengiz. Dengizni bo'yida qurdirgan masjid. Juda bahaybat masjid. Kelkiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sulton Sulaymon bilan Xurrem sultonni qabrlarini ziyorat qilamiz. Mana bu yerda Bismillahirrohmanirrohim. O'sha paytdagi zodagonlar qo'yilgan qabrlar. Qabrlar yerda tagida, yer ustida tosh qo'yib, o'yib yozib qo'yilgan. Hammasi. Bu bitta mavzoli, bu bitta hozir ko'ramiz. Xurram sultonni ham, Sulton Sulaymonni ham qabrini ziyorat qilamiz. Bilamizda. Şöyle yok, adam ko'p. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sultan Süleyman Khan. Sans rien, c'est ça, l'interdit musulman. Par contre, nous sommes des asiatiques. C'est un nazi, ce fut la tradition. Et donc, Taj Mahal, par exemple, l'architecte de Taj Mahal est un Turc. Ah, c'est un Turc. Oui, c'est une tradition. On s'approche vers les croyances. Süleyman Khan. Sultan Süleyman Khan. Sultan Ahmet Khan. Rabia Sultan. Rabia Sultan kızları mıydı? Rabia Sultan kabirleri mi? Sulton Ahmed Khan otalari. Sultan Ahmed Khan. Yok, oğulları ya nevaralari. Nevaralarimiz kerak. 4 yosh yashagan. Bor yo'g'i. Mana ko'ringlar. Mehrimah Sultan. Mehrimah Sultan qizlari. Qabrlari mana shu yerda. Jasad pastda yer tagida. Sorry, I'm sorry. Salahuddin Yusuf. Il y a une toile avec des choses, c'est le sultan. Parce que c'était le sultan. Oh, c'est le sultan. Il n'y a pas de Sultan Ahmed. Et les vitraux aussi, c'est joli, vous voyez là. Vous voyez, c'est comme l'étoile de David là à gauche. Parce que cette étoile de David fut le symbole du sionisme à la fin du 19e siècle. Parce que ce sont des religions monothéistes. Il y a, on a fait Nevaralarimiz kerak. et déjà à la fin du 15e siècle, on disparaît. Kanuni Sultan Süleyman Khan, Mehrimah Khan. Mehrimah qizlari bilan sulton mana.
1494 tug'ilgan ekan Sulton Sulaymon. 1566 vafot etgan. 1520 podshohlikka kelganlar. 1566 46 yil hukmronlik qilganlar. 46 yil hukmron bo'lganlar. Bismillahirrahmanirrahim. Endi bitta Qur'on tilovat qilamiz. Allohga shukr, ana shuni ham kelib ko'rar ekanmiz. Mana mavzaliylari mana shunday Qur'on tilovat qilib bo'ldik. Haqlariga bag'ishta qildik. Mana bu hammasi marmar toshlardan qilingan. Yashil marmar, qora marmar, qizil marmar, hammasi toshga. Nimaiki qurilgan bo'lsa marmardan, toshdan qilingan. Hattoki mana bu yozuvlar ham mana kafilga o'xshagan toshlarga o'yib yozilgan. Uchta, 7 ta qabr bor ekan. 7 ta qabr. Sulton Sulaymon qizlari Mehrima birinchi qo'yilganlardan. Keyin bu yerda o'sha farzandlari, nevaralari, evaralari qo'yilgan. Sulton Sulaymon 2 ham bor. Sulaymon bu 1687-1691 hukmronlik qilgan ekan. 4 yil hukmronlik qilgan bor yo'g'i. Joylari jannatda bo'lsin. En güçlü Osmanlı padişahlarından bir tanesini Allohga shukr. kabret. Mana endi biz bu yerdan chiqib Xurram Sultonni qabrlarini ziyorat qilamiz. Xurram Sultonning qabrlari mana shu yerda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on tilovat qilgan Xurram Sultonning qabrlari mana qanday yotibdilar. Как она шарит, свет. Xurram Sulton. Кто такая Ханим? Ханим — это дочь султана Сулеймана. Qabrlari, mavzaliylari mana oq tepasi oq mramordan qilingan. Ko'k moviy rangli toshlardan qilingan. Juda chiroyli mavzelar. Tak, yonlarida Shahzoda Mehmet. Mana Shahzoda Mehmet. Sulton Sulaymon bilan Selim Xonning o'g'li. Xanim Sulton 1582 ekan. Xanim Sulton. İşte qabr qo'yilgan. İşte qabr qo'yilgan. Asosiy qabr Xurram Sultonning qabrlari mana shu. Hatice'nin kızı. Haqlariga duo qilib qo'yamiz. Bismillah. Mavzoliyiga git topib oldim. Shuni gaplarini zapis qilaman. Ikkinchi marta kiryapman. Sulton Sulaymon qabrlari mana shu.
тот, похоронен 7 человек, кто не зашел, чтобы знал, слышал. А мы с ними. Значит, 7 человек похоронен. Где они? Подземные похоронены. Султан Сулейман умер, можете сесть там, пожалуйста. Султан Сулейман умер в 1566 году. В возрасте чуть-чуть 80 лет. Похоронили его подземно, уважаемые. На земле похоронили. В первом этаже пустые сундучки стоят. Здесь вместе с Сулейманом похоронена дочка Султана Сулеймана. Годы ее жизни 1522-1558 года. То есть ей было 66 лет, она когда умерла. Михрима, мы сказали уже, свободные люди только наследство получают. По наследству от мужа брата Хасан Паши около 5 миллионов золотой монет остался. От мужа Рустам 7,5 миллиона. От Мустафу, когда душил Сулейман в 1538 году, ему достался тоже 7,5 миллиона монеты. Султан Сулейман умер, 17,5 золотой монеты остался. Все ее распределили, которые деньги мы почитали братам, 530 миллиардов долларов сегодняшнюю сумму. Она за всю историю человеческая самая богатая женщина мира. Самая богатая женщина-дипломатка королева Виктория Великобритании. Она два раза беднее, чем она, Михрима. В честь Михрима есть мечети в Истамбуле, 2 мечети. Она мусульманка, и вот у нее 2 мечети есть, женские. Edirne Kapı, Üsküdar'a. Çesniyor Meçet, Damaska'ya, Suriye. Çesniyor Meçet, Beyrut'a, Livan'a. Çesniyor Meçet, Yerusalim'e, İsrail'e. Çesniyor Meçet, Kaire. Çesniyor Meçet, Aleksandriye, Egipte. Çesniyor Meçet, Fes'e, Casablanca'ya, Marokko. Çesniyor Meçet, Alжира. Çesniyor Meçet, Тунису. Десятки мира сейчас она на собственном деньги сама построила мечеть. Тогда это была территория Османской империи. Каждый турок мечтает период футухат. Футухат – это рассвет. Заветный фигур Султан Сулейман. Пакс Турсика называется период управления. Без разрешения турок никакой паруса не открывали в Средиземном море. Период 1536 по 1566 год. Так что мы живем в маленьком Турции. Турция маленькая страна. Это для нас как-то чем-то нехорошо, для турков. Кому повезло, которые я перечислял людям, повезло, им кайф. Поэтому мы мечтаем 5 стол. Почему Эрдоган говорит, Бог больше, чем 5 стран мира? Какие страны? Франция, Россия, Китай, Великобритания, Америка. 6-м мы должны. У нас самая позорная эпоха в туркском истории. 630-680 год был. Второй туркский каганат создали. Вот Турция, что хорошо, турки хорошо организуются. С Россией мы не будем воевать, сразу говорю. Мы не пойдем в Запад. Запад бедный, Европа разрушится. Пойдем в Восток. Поэтому, братья, ждите нас. Казахи, киргизы, туркмены, в сторону Афган, Иран. Большое расширение будет. Это, может быть, мы не увидим, может быть, увидим. Турки создали 16 государств, империи. 42 государства создали. В честь Эрдогана, ну, то есть Чамлыджа мечеть есть тут. Недавно построен. Там в центральном куполе 16 тюльпан, 16 империй символизирует. То есть уже Турцию говорят, лет 30 спустя, самооборона у нас будет, мы опять начнем расширяться, на стол ударит. Например, сейчас от нас Шенген требуется, от аргентинцев не требуется, от костариканцев не требуется, от грузин не требуется. Понимаете? Почему нам не дает Шенген, безвизовая система? Мы 4 вещи не выполняем для европейцев. Во-первых, Интерполе функции не передаем. Второй, турецкие за границей живущих граждан богатство Турции им не подсказываем. Например, ты в Германии пособие живешь,
получаешь в Франции пособие, здесь квартира имеешь, дом имеешь. Если правительство узнает Франция, лишат тебя поддержку. Есть еще кое-какие пункты насчет борьбы с терроризмом и так далее. И вот 4 функции выполним, тоже будет у нас не режим Шенген. 30 лет назад не хотели в Европу зайти, потому что инфляционные обстоятельства, наверное. Теперь инфляция утишится, и европейцы нас не хотят. Пусть не хотят, мы сами найдем себе путь. Сами будет у нас. Мы ведем систему Шунган, духом не пустим туда других европейцев, которые у них государство требует от нас виза. То есть по своему пути Турция будет развиваться в будущем. Так думают вообще. И очень много людей упорно стараются, чтобы Турция была вот это новейшая технология, производство и очень разнообразные вещи. У нас супер отношения с туркоязычными странами и с Россией. Нам хватит. Больше соседей, друзья не нужно. Что вы знали? Еще очень многие говорят, что Xullas kalom, mana siyosatdan ham eshitdinglar ozgina. Turk do'stimiz gid ruscha gapirdilar. Xullas kalom, mana Mehrima haqida eshitdinglar. Mehrima sulton qabrlari dunyodagi eng boy ayol bo'lgan ekan. Eng boy, nomer 1. Hatto Angliya qirolichasini ham puli bunchalik bo'lmagan. Shuncha dunyoni bosib olgan Angliya qirolichasida ham Mehrima sultonchalik boylik bo'lmagan ekan. Sulton Ahmedlarni qabrlari, ularni avlodi, maqbarasi. Kösem Sultan'ın bollari Esme Sultan. Ularni qabrlari shu yerda ko'milgan. Shunaqa qilingan. Safiya Sultan qabrlari. Safiya Sultan, Sultan İbrahim Xon qizi. Zeynep Sultan. Sultan Ahmed Xon qizi Zeynep Sultan. Mana shu qabrlar qo'yilgan mazali. Mana shu mavzoley maqbara. Bak. Gevher Xon Sultan. Leninning mavzoliyi bor-ku. Xuddi shunday mavzoley. Aysha Sulton. Kösem Sultan'ın kızını ko'rsatgan serialda Gevher Xon Sulton. Uch Ayshani ham ko'rsatgan. Merikel, mana Kösem Valida Sulton, mana Kösem qabri mana shu. Kösem Sultanning qabri mana shu. Bekir Kösem Valida Sulton, ko'rding? Mana shu qabr. Kösem Да, Sulton. сначала ее Махбекир назвали, а потом Да, она сама да, себя да, назвала Kösem. да. Да, вспомнила. Kösem Sultanning qabrlari mana shu. Joylari jannatda bo'lsin. Hozir aylanib chiqaylik, keyin tilovat qilamiz. Bu mana Sulton Ahmedxon qabrlari mana shu. Turbanlarni qo'ygan. Mana shu turbanlarni qo'ygan. Qabr ustiga.
Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Sulton Ahmed Xon. Osmonli podshosi. Zahide Sultan qabrlari. Sulton Ahmed Xon qizi Zahide Sultan qabrlari. Bu qabr Murodxon Sulton 4. Murodxon turbanlari mana. Erkaklar qabriga turban qo'yiladi. Sulton Murodxon qabrlari 1600-yillar bilan. Rabiya Sulton. Allah razı olsun. Joylar jannatdan bo'lsin. Orxon, Shahzoda Orxon. Sulton Murodxon o'g'li Shahzoda Orxon. Mana bu yerlarga nimagadir kolokolchikmi nimadir qo'ygan ekan. Mana bunaqa narsalar turibdi, bilmayman nima uchun. Shahzoda Osman. Shahzoda Osman. O'g'illarda, nimalarda turban turar ekan. Qabrlar mana shu. Bolalarning qabrlari hammasi. Bir xil bolalarni yoshligidan o'ldirib yuborishgan. Safiya Sulton qizi Murodxon. Sulton 4 Murodxon qizi Safiya Sulton. Mana shuni aylanib chiqdik hammasi. Barini qabri yotibdi mana shu yerda. Sulton Ahmadxon o'g'li Shahzoda Hasan. Shahzoda Hasan. Shahzoda Mehmet qabrlari. Ahmadxon o'g'li. Sulton Ibrohim Xon o'g'li Shahzoda Ahmad. Sulton Ahmed Xon o'g'li Shahzoda Orxon. Sulton Ibrohim Xon o'g'li Shahzoda Mehmet. Sulton Ahmed Xon o'g'li Shahzoda Bayazid. Sulton Murodxon o'g'li Shahzoda Ahmed. Osmoniylar davridagi podshohlarning va ularning oilasi qizlarining qabrlari. Mana shu o'rtadagi sanasi Ahmed Xon qabri. Mana bu yonidagi Qo'sem. Qo'sem shaxsi nima? Valida qabrlari. Mana bunisi Murodxon qabri. Ahmedning otasi bo'lishi kerak Murodxon. Allah joylarini jannatdan qilsin.